Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan butun bozorni analiz qilamiz. Biz birinchi bo'lib kriptoni analiz qilganimiz uchun total deb yozamiz. Total nima desanglar, total bu butun bir kripto, Bitcoin, Ethereum, Solana, Litecoin hamma token kriptoni market capi bu. Tushunmagan bo'lsanglar. Xo'p, mana market capi 3 trillion. Mana 3 trillion dollar market capga ega hozirgida kripto. Xo'p, bizga endi nima kerak? Bitcoinni tushadi deb analiz beruvdim kanalda. Tushmasligi mumkinmi? To'g'ri, mumkin. Nega? Hozir ko'ramiz. Xo'p, bu total market cap. Hamma kriptolarni market capi. Hop, minimumdan tortib olamiz. Mana eng oxirgi minimum. Agar shu minimumni tana bilan pastga yorib o'tsa, mana bunaqa vik emasda, soya emasda, tana bilan to'liq bunday qilib hozir ko'rsatib beraman. Mana qilib yorib o'tsa, tana bilan mana qilib yorib o'tsa, shunda cho'ch bo'ladi bu. Smart money strategiyasiga asoslanib aytayapman. Cho'ch bo'ladi. Bu degani trend o'zgardi degani. Market capdagi grafikani trendi o'zgardi degani. Minimum yorib o'tsa, narx tushish xavfi bor degani. Endi hali yorib o'tmagan. Hali ham buy trend bo'lib turibdi, hali trend sellga o'zgarmagan. Xo'p, endi qayerdan bilamiz? Xo'p, agar tushsa, mana yorib o'tib qo'ysa, mana bunaqa sham bo'lib qatgacha tushishi mumkin. Bu Fibonacci ishlatib ko'ramiz hozir, qatgacha tushishini ko'ramiz. Eng oldingi minimum, globalniy minimum и globalniy maksimum. Xo'p, 618 bilan 0.5 ni belgilaymiz. 618 bilan 0.5. Hop, pashti. Viklarni olganman, vikka to'g'ri kelyapti. Ibotda mana bunaqa zona ham bor. Zona поддержка degan. Bu degani yorib o'tib, yana shu zonaga kelgan, tepaga chiqib, yana shu zonaga, yana yorib o'tib, yana shu zonaga kelgan. Shu zonada harakatlanib, yana tepaga mamutdan otib, yana vik mana shu zonaga kelib tushgan. Endi agar soya bilan, tana bilan yorib qo'ysa, katta ehtimol bilan mana shu zonadan razворот ko'ramiz. Как mana bunaqa. Agar tana bilan yorib qo'ysa, mana bunaqa qilib, mana shu zonadan bu yoqqa harakat kutamiz keyin. Bu total butun bir o'sha kripto market capi. Agar shu pastga tushsa, tokenlardan, kriptodan, bitcoindan ham ichidan pul chiqib ketayotgan bo'ladi. Agar ko'tarilsa, ichiga pul kirayotgan bo'ladi. Xo'p, buni tushunib oldik totalga. Endi total 2ga o'tamiz. Total 2 bu hozir haftalik time frame'ga qo'yamiz. Davrda sharhlashtirib olyapti. Xo'p, mana total 2. Bu total 2 nima desangiz? Desanglar, Bitcoindan tashqari hamma kriptovalyutalarning market capi bu. Mana shu Bitcoin hisoblanmaydi. Mana 1.77 trillion turibdi, ko'rasizlarmi? Bitcoinni olib tashlab turib, o'sha Solana, Ethereum, Litecoin, u yoq bu yoq ketdi, hamma meme coin, hammasi shu yerda
ko'rinadi grafikada. Ichidagi pul 1.77 trillion dollar ekan. Xo'p, bu bizga nimaga kerak? Agar bu mana minimumni bu ham mana qilmagan, tana bilan bo'lmagan, mana qilib cho'ch bo'lmagan. Mana qilib yormagan. To'g'rimi? Xo'p, pastga yorib o'tsa, bu ham katta ehtimol bilan mana shu zonadan qaytadi. Chunki исторически kuchli zona bu. Mana Vikka o'zi ham aytib turibdi-da. Vik ham mana shu kelgan qattiq zonadan qaytgan bu yerda. И тем более haftalik time frame. Bu juda ishonchli zona. Agar yorib o'tsa ham, shu zonaning o'zida ham ko'p narsa hal bo'lib ketadi-da. Mana ko'rsanglar. Hozir mana misol uchun 1.47 trillion bo'lsa, maniki 1.21 trillion. 210 milliard dollar chiqib ketgan bo'ladi. Bitcoindan tashqari Ethereum salonlarida. Xo'p, hozircha bu tushmayapti. Bu tushsa, bu ham tushsa, qisman yomon bu ham. Chunki altcoinlar ham uxlab qoladi. Bu bizga nimaga kerak? Bu bizga nimaga kerak? Totalni ko'rsatdim-a? Totalni o'zi bu hamma kriptovalyuta bo'lsa, Bitcoinga pul kirsa, bu ham qo'zg'aladi mana, bunaqa qo'zg'aladi, tepaga chiqadi. Bitcoindan agar pul chiqib ketayotgan bo'lsa, biz qayerdan bilamiz? Total 2 ga qaraymiz. Total 2. Agar total ko'tarilib turib, bu qimirlamasa, faqat Bitcoinga pul kirayotgan bo'ladi. Bu mana bunaqa 1.48 trillion bo'lib turaversa, lekin totalimiz 378, 380, 390 bo'lib ketsa, bu faqat Bitcoinning ko'tarilishiga ta'sir qiladi. Shuni bilib olinglar. Общий nima desa bo'ladi? Bozorda pul kirib chiqayotganini bilsanglar bo'ladi-da. Yo Bitcoinga yo altcoinlarga. Bitcoin. Xo'p, Bitcoinni analiz qilamiz endi. Mana oldingi analizlarni ko'rsanglar bo'ladi. Boyga o'xshab bergan, endi bu yerda juda tushunarsiz bo'lib ketgan. Oldingi YouTube'da chiqargan videolarimni ko'rsanglar tushunib olasizlar. Xo'p, Bitcoinda nima bo'lyapti? U haftalik time frame. Ko'rasizlarmi? Total grafikasiga o'xshab ketadi, ko'rasizlarmi? Total grafikasiga o'xshab ketyapti. Mana bunaqa vik tushgan. Mana bu maksimumni yengilagan. Minimumni tanasi bilan yengilamayapti. Xo'p, bizga nima kerak hozir? Bitcoinni men analizini tashladim kanalga. OKXdagi birjadagi analizini. Hozir 4 soatlik qilib olamiz time frame. Mana. Xo'p, men nega bunaqa chizdim deb o'ylaysizlar? Mana pastga tepaga. Bu tushunib olishingiz uchun bu. Mana bu oldingi likvid zona edi. Mana 1 marta urilgan, 2 marta urilgan, kelib turib 3-marta urilgan, 4-sida yorib tashladi. Tillada ham esingizda bo'lsa aytdim. 4-sida yorishi mumkin dedim, tepaga otib yubordi ham. 170 punkt yurib berdi. Xo'p, endi men nima kutyapman? Vik tushdi, likvidlarni oldi, bo'ldi. Pastda likvid qolmadi. Xo'p. Pastda likvid qolmadi. Undan oldin sell likvidlarni olishibdi mana. Bitcoin. Selldagi stop loss, likvidatsiya, mana bu kirganlarni likvidatsiyasini olib pastga oqib ketdi. Shundan. Pastga oqishining sababi mana bu yerda likvidatsiya bor edi. O'zi kanalda ham aytib yurdim. 1-2 kun mana shu tushishidan oldin aytdim.
likvidatsiya bor, olish kerak deb. Hop, keyin oldi. Вот Vik tushdi. Bunaqa odatda Vik 0.5 dan qaytib berish kerak. Narxi yana bor. Mana bu yerda yana takrorlanyapti. Xo'p. Mana 0.5 dan emas, даже undan pastroqdan qaytib bergan. Vik pastidan qaytib bergan. Bu baychilarga ishonchliroq signalda. Xo'p, mana bu yerdan nega mana buni chizdim men buni? Mana bu yerdan baylar ko'p qirilgan. Chunki hamma biladi, Vikda 0.5 dan yig'idi shu pastroq, lekin 0.5 dan 0.5 gacha kelaveradi bemalol. Chunki bu ham FVGda kak. Kelaverdi. Shu yerda yana ketdi tepaga. Aniq edi bu tepaga chiqishi aniq edi. Market makerlar, manipulyatorlar biladi sizlarni mana bunaqa bay kirganini. Bitta sizlarni emas, общий treyderlarni bay kirgan pozitsiyalarini biladi. Endi nima bo'lyapti? Bay kirdi. Baychilarning maqsadi mana Mamad take profit yoki Mamad take profit. Menimcha bu Mamadni take profit baychilarni menimcha qoniqtirmaydi. Mamaddan kirgani, bu yoqda chiqqani qoniqtirmaydi menimcha. Mamadgacha take profit qo'yishgan. Bularni stop lossi Mamadda bo'ladi. Oldingi zonadan sal pastroqda bo'ladi. Chunki minimumdan pastroqda bo'ladi. Oddiygina sodda stop loss qo'yishdi bu. Hop. Endi treyderlar biladi Mamadgacha kelib bermasligini. Nega? Chunki trend sellga o'zgarib ketdi. Sellga sразу o'zgarib ketdi. Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'layotgan siyosiy narsalar, Xitoydagi boj, o'zi mana shu sabab bo'ldi Xitoyga 100% boj qo'ygani. Bitcoindan pul chiqib ketishining oqibatiga olib keldi. Xo'p. Baychilar kirdi. Mana chisi psixologiya. Mana analiz o'xshaganini ham hozir keltirib beraman. Nega o'xshagani? Baychilar kirdi mana bu yerdan. Kirdi. Mana bu yerda likvid bor. Как положено, mana bu yerda teng cho'qqiliklar bor mana. Uni kanalda belgilab tashlavdim men. Keldi, likvidni olmadi. Nega olmadi? Chunki yanada ishonchliroq bo'pti-da buni. Mana bu yerdan yana sell kirishgan. Shunda keldi. Qatga. Yana oldingi o'sha исторический mustahkam zonaga keldi. Mana likvidni olgan zonaga. Keldi. Bu nima beradi? Baychilarga signal beradi. Bay degan. Bu короче, mashqga test qilib berdi. Trend liniya yorib turib test qilib tepaga otamiz degan signal berdi. Nima bo'ldi? Otdi, narx tepaga otdi. Qatgacha mana likvidni oldi xolos. Mana o'sha belgilangan likvidni oldi. Mana bu uchburchakni ham o'shaning uchun chizdim. Likvidni olib tepaga tegmasdan o'zidan oldin likvid qoldirib keyin tushib ketadi dedim. Mana shu likvidni olib yana riskga tushib ketdi. Bu chista nima desa bo'ladi? Market makerlarni o'sha qopqonida, mana qopqon. Shunda shu baychilarga pozitsiya beryapti-da. Take profitga bormasdan sellchilarni likvid qilib, sразу baychilarni ham olib kelib qo'yapti o'sha kirgan joyiga. Xo'p, endi nima bo'ladi? Narx ko'tarilishda davom etyapti yana. Ko'tarilishda davom etyapti. Men bu yerda nima deb o'ylayman? Bu ikkinchi qopqon deb o'ylayman. U Mamadgacha bormasa kerak, mana shu bundan pastdan qaytsa kerak. Mamaddan pastdan. Xo'p. Tushib, chiqib, mana zonani yorib o'tyapti. Nima degani bu? Agar sham tanasi bilan yopilsa breakout bo'ladi. Men o'ylayman bu fake breakout. Keyin sellga yurib ketish ehtimoli bor. Chunki mana bu yerda ma'mulani o'chirsak ham
uchburchak paydo bo'lyapti deb boya bitta analizda ko'rdim. Mana bunaqa uchburchak. Bu uchburchak keladi. Mana buni pastdan yopiladi dedimi? Mana shu liniyaga kelib yoki nima bu yoqqa ham kelib, agar bu tepaga yorsa, katta ehtimol bilan bay tepaga yorsa. Hali men butunlay selga ketadi deganim yo'q. Butunlay selga ketadigan payt hozir aytaman uni. Bu hozir kelib, men kutolmay shu yerdan selga tashab, pastga kelib tashab, mana bu zonadan pastga yopilsa, mana shu zonadan mana buyoqqa pastga yopilsa, tanasi bilan mana bunaqa qilib yopilsa, shu sell pozitsiya deb o'ylayman men. Keyin u qatgacha davom etadi. Mana pastdagi zonagacha. Pastdagi zonada hozir likvid ko'p, chunki mana bu yerdan baychilar ko'p kirgan pozitsiyaga. Shunda ham baychilar hozir savdosi bo'lmayapti mana bu yerda. O'shaning uchun uchburchak yasab qaysidir tomonga otishga pozitsiya yo'qotdi. Hozir baychilar ko'p bo'lsa bayga yotadi, selchilar ko'p bo'lsa nabarot, selchilar ko'p bo'lsa bayga yotadi, baychilar ko'p bo'lsa sel. Bu yerda как положено baychilar ko'pda. Nega desanglar, vikdan kirgan, pastga tushgan narx arzon, stop-lossga yaqin. Shuning uchun men baychilar ko'p deb o'ylayman, selga ketadi deb o'ylayman. Shuning uchun hozir Bitcoin'da men mana bu zonaga kelishini kutaman. Mana bu zonaga kelishini kutaman. Shu yerda kelsa, keyin men bay qiraman bu yerdan. Keyin u yog'ini Telegram kanalida sekin tashlab ko'rsatib beraman. Xo'p, endi tilla. Tillada ham kanalda analiz tashlab boryotgandim. 1 soatligiga kiramiz. 1 soatlik zo'rda. Analizlar o'xshashi vaqtda. Xo'p, bu yerda ham Fibonacci strategiyasida mana maksimumdan minimumga tortib 618 zona. Mana bu keyingi zona. Agar 618 bilan 0.5 yorib o'tsa, mana bu yerdan selga kirish mumkin. Hozir mana bu yerda bay. Bu yerdan nega bay kirdim men? Bu yerdan bay kirganim sababi hozir bu ham Fibonaccining ko'rsatkichini kirganman. Xo'p, mana globalniy minimum, oxirgi minimum. Mana yashil bilan belgilab qo'yganman minimum maksimum. Mana. Shunda keldi. Maksimumga tortdim. Nima bo'lyapti? Mana bu zonaga kelyapti. 786, 886 zonaga kelyapti. 05, 618 ni yorib. Men o'zi mana bu yerdan bay qiruvdim. Mana katta to'rtburchakdan bay qiruvdim tepagacha. Bu bay mana bu yerda yopildi. Take profitga bormasdan yopib oldim uni. Tepaga yoradi deb o'yladim, yormadi lekin. Trend selga o'zgarib ketdi. Chunki o'zidan oldingi minimumni yorib, tanasi bilan cho'chqilib yorib, men aytgan 786, 886 zonaga keldi mana. O'sha yerdan sekin bay ketyapti. Plus bu yerda trend liniya bor. Mana trend liniyalar. Mana bu yerda zona bor. O'sha cho'ch bo'lgan. Men idealda bu yerda cho'slar mana bu yerda kelyapti, trend liniya ishlayapti, yana kelyapti, ishlayapti. Fibonacci'ni 786, 886 zonasiga kelyapti. Trend liniyaga qatiga mana cho'ch bo'lgan zona. Fibonacci'ni
618.05 zonasi, trend liniya katta ehtimol bilan mana shu zonadan sellga ketadi deb o'ylayapman. Mana analiz ishlaydi deb o'ylayapman. Mana bunaqa hozir sellga mana bunaqa qo'yib qo'yamiz. O'zi sell ideya menga qayerdan keldi? Kanalda tashladim. CPI foizi ko'proq chiqishi mumkin deb. Xo'p, CPI mahsulotning narxida bu Amerikadagi. Bu ko'tarilgan bo'lsa, foizi kattaroq chiqadi. Foiz kattaroq chiqqan sababi dedim. Buni alomati tillaga ham, bitcoinga ham, hamma dollarga ham, hamma narsaga ta'sir qiladi. O'z-o'zidan dollar qadrsizlanishi bo'ladi. Qadrsizlanish bo'lgani uchun mana o'zi shundoq ham foiz stavkasi baland edi. Foiz stavkasi tushmagani uchun dollar qimmatlashadi, ham qadrsizlanadi. Bu yerda hozir shunaqa ikkita alomat bo'lib turibdi. Investorlarda pul bo'lmaydi-da, arzon pul bo'lmasa ham investitsiya bo'lmaydi. Arzon pul bo'lganda investitsiya bo'ladi. Xo'p, mana misol uchun CPI baland chiqdi. Mana misol uchun bugun уже baland chiqdi. Tilladan pul chiqadi. Nimaga? Tilladan pul chiqqani sababi investorlar o'zining pulini 100% aktivligiga kiritadi. 100% foydali aktivligiga. Bu misol qilib keltirish mumkin. Amerikani obligatsiyalari. O'sha obligatsiyalarga keyin pullarni dollar qilib qo'yadi. Chunki qachondir baribir dollar oshadi. Mana CPI o'ziga keladi tabiiy ravishda, keyin foiz stavkalari ko'tariladi yana, dollar qimmatlashadi. Shuning uchun qisqa vaqt sell bo'lib turamiz o'rtoqlar. Buy bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Buy bo'lishi mumkin. Lekin foiz juda kam buni. Xo'p, o'rtoqlar, shu bilan videomiz tugadi. Hammaga rahmat.